Assalamu alaykum. Hamidlar, hemşehirler. Bizler Samarkand şahridan Andijon şahriga dam olishga keldik bu yerda. Shunda yaxshi foyda qildik, lekin barakat topsin, juda yaxshi ekan, sharoitlari yaxshi. Bu nimalar, lichenelar juda ham yaxshi. Kimning qayeri qanday nima bezovta qilsa hammasiga foydasi bor ekan yurtdoshlar. Kimki bezovta bo'lsa shu yerga kelishlarni so'raymiz. Rahmat. Qo'li bilmana shifokorlar. Mana hamshira qizlarim shunday jondirman xizmat qilib, bizlarni shunday qarshi olib, shunday yaxshi sharoitlarda tarbiyalab, har vaqt har ovqatlar bilan ovqatlar juda mazali, shunday yaxshi joy ekan. Keldik, Gulnurjon, sizga rahmat aynalay. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, hamisha shunday sog' salomat bo'lingizlar, xalqni, elni, yurt ardog'ida bo'lingizlar. Men ham shu davleniyam oshaydi, kallam qisaydi, butun ichki organizm, oshqozonlarim, hamma joyim og'riydi, oyoqlarim. Keldim, bir davolanib ketdim, bundan 3 oy oldin keldim, keyin bir davolanib ketdim, shunday yaxshi foyda qildim. 3 oydan keyin hozir yana keldim, Xudoga shukr, hozir ham juda yaxshiman, yaxshi davolayapmiz. Yaxshi aynalay bolalarim, yaxshi ekan, lekin juda yaxshi joy ekan. Kelishlarni so'raymiz. Rahmat, aynalay qizlarjon, rahmat. Xizmatlaringiz uchun, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hamisha elning ardog'ida bo'lib yuringizlar.